Bitta kanal butun dunyo savdosini o'zgartirib yuborganiga ishonasizmi? Va gap Panama kanali haqida. Bugun u dunyoni eng muhim yo'llardan biri. Oldin kemalar Atlantikadan Tinch okeanga o'tish uchun butun Janubiy Amerikani aylanib o'tardi. Ya'ni minglab kilometr ortiqcha yo'l, ko'proq resurs xarajati va ancha ko'proq vaqt ketardi. Shu sabab odamlar kanal qurishni xohladi. 1881-yilda Fransiya birinchi bo'lib katta loyiha boshlagan. Lekin murakkab tabiat va texnik qiyinchiliklaridan sabab loyiha to'xtab qolgan. Keyin AQSh ishni davom ettiradi. 1904-yilda Amerika qurilishni qo'lga oladi. 10 yil davomida minglab ishchilar ishlaydi va nihoyat 1914-yilda Panama kanali rasmiy ochiladi. Eng qiziq joyi, bu oddiy kanal emas. U yoqda lock system ishlatiladi. Ya'ni kemani suv bilan ko'tarib, keyin boshqa tomonga tushirishadi. Sababi ikkita okean orasidagi yer tekis emas, markaziy qismi balandroq joylashgan. Shu sabab kemalar zinaga o'xshab bosqichma-bosqich o'tadi. Kanal uzunligi taxminan 82 kilometr. Bitta kemani to'liq o'tishi o'rtacha 8 soatdan 10 soatgacha vaqt oladi. Agar kanal bo'lmasa, shu yo'l ba'zan haftalab cho'zilishi mumkin edi. Bugun Panama kanali davlat uchun eng katta daromad manbalaridan biri. Yillik tushum ko'pincha 4 milliard dollardan oshadi. Har yili taxminan 13 mingdan 14 minggacha kema o'tadi. Dunyo savdosini katta qismi shu yo'ldan o'tadi. Konteynerlar, neft, gaz, avtomobillar 2016-yilda yana kengaytirildi. Yangi katta eshiklar qurildi. Endi undan yanada yirik kemalar ham o'ta oladi. Panama kanali oddiy suv yo'li emas, u vaqtni pulga aylantiradigan joy. Bitta kanal va butun dunyo tezroq ishlaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Dunyodagi eng foydali qurilishlardan biri shu emasmi?